Özünü dünyada en güçlük hesaplaydigan zalim qanxo'rlar, kafirlar, Allohning buyruqlariga parvo qilmaydigan cho'ngchi mutakabbir fojirlar, ya'ni gunohkorlarmi ma'lum bir kuni nihoyat ojizlarcha o'limga taslim bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda kullu nafsin ba'iqatul maut. Har bir jon o'limning ta'mini tatiydi, summa ilayna turja'un. Ondan keyin biz tarafga qaytirilasizlar deydi. Biz tarafga qaytirilasizlar. Ammo zalim qanxo'rlarning, kafirlarning, Allohning buyruqlariga parvo qilmaydigan cho'ngchi mutakabbir fojirlarning, ya'ni gunohkorlarning o'limi va ularga qiladigan o'lim parishisi va ularning sakratdagi o'lim azobi va ularning jon uzish oldidagi umid orzulari ilgirki darsimizda bayon qilgan mu'minning orzusiga, mu'minning jon uzish ahvoliga tubdan o'xshamaydi. Mu'minning jon uzish ahvoliga tubdan o'xshamaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Bara ibn Azib'nin hadisida bir kafirga, zalim qanxo'rga, fajirga, ya'ni gunohkor osiga o'lim parisini qanday shaklda keldiganligi, uningga qanday muomala qildiganligi va uning jonini qanday shaklda oldiganligi va u kafirning o'lim vaqtida, ya'ni sakrat vaqtida nimalarni orzu qildiganligi va uningdan keyingi ahvollarning hammani tafsiliy so'zlab berib mundaq deydi. Əceli toşqan kişi kafir bolsa, onun qışığa qapqara yüzlük pəriştilər kiradi. O pəriştilər o əceli toşqan kişiyə küz yetküdək miqdarda yıqılışıdı. Ondan keyin ölüm pəriştisi onun beşinin qışığı kelib onunğa mandaq xitab qiladi. Eyyuhan nefsul xabitha uxruci ila saxatun minallahi ve ghadab. Ey meynet, naçar nefsi, yani naçar meynet ruh, çıx Allah'ın azabıga, Allah'ın g'azabiga çıx deb xitab qiladi. Bu xitobni anglagandan keyin kafirning ruhi chiqishga boshlaydi. Ammo uning ruhi uning tindin ajrıgan vaqtida xuddi ho'l yongdan zig' sug'ogandek nayt test ajraydi. Bu vaqtda kafir nayt qattiq azoblanadi. Ular shunda azoblansimi o'lim parchisi ularga nayt qo'pollik qiladi. Ya'ni kafirning jonni tatib so'kib oladi. Alloh taolo bu ahvolni Qur'on Karimda bayon qilib, "Wan nazi'ati gharqa." Kafirlarning jonni so'kib og'uji farishtalar bilan qasam dish orqali kafirlarning jonni o'lim parchisi so'kib nayt qo'pollik bilan oldiganligiga ishorat qiladi. Shundaqla o'lim parchisi jini chiqayotgan kafirga do'zax azobini xabar berib, "Hijran mahjura" deydi. Ya'ni sizlarga jannat harom deydi. Ya'ni ular jinni chiqayotgan holatda o'zining do'zax ahli ekanligini tunib yetadi. Bu vaqtda kafirlar o'zining yuzlariga va dumbilariga urushga boshlaydi. Alloh taolo kafirlarning bu ahvolini Qur'on Karimda bayon qilib, "Va law tara id yatawaffal-lazina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq." Ey Muhammed, sen farishtalarning zolimlarning jinni olgan ahvolini ko'rgan bo'lsang, ya'ni o'lim farishtalarining zolimlarning jinni qo'pollik bilan so'kib olganligini ko'rgan bo'lsang, nihoyat qo'rqinchli bir holatni ko'rgan bo'lading. Kafirlar o'lim azobining qattiqligidan o'zlarining yuzlariga va dumbilariga uradi. Farishtalar ularga "Zuqu azabal hariq." Ko'ydirguchi azobni tetinglar deydi. Yana bir oyatda Alloh taolo o'lim farishtalarining kafirlarning jinni oldigan holatini bayon qilib mundaq deydi. "Va law tara idiz zolimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Ey Muhammed, zolimlarni, ya'ni musulmonlarga dahshatli zulmlarni tetgan zolimlarning jinni chiqayotgan holatini ko'rgan bo'lsang, nihoyat qo'rqinchli bir holatni ko'rgan bo'lading. Farishtalar ularga qo'llarini suzib, "Akhriju anfusakum." Jininglarni chiqiringlar. Sizlar Alloh haqida haqsiz gap qilganliginglar uchun va Allohning oyatlariga cho'ngchilik qilib, Allohning oyatlarini kamsitganinglar uchun bugun xo'rlig'uchi azob bilan jazolansizlar deydi. Bu dertlik azobni anglagan kafirlar azobning, oxiratning, Allohning, farishtaning haqiqat ekanligini tunib yetadi-da, Allohga yolvorishga boshlaydi. Robbirji'un, ey Robbim, meni dunyoga bir qaytirsang, la'alli a'malu solihan fima taraktu kalla. Men dunyoga qaytib, sana iymon aytib, musulmon bo'lib, dunyoda qoldirib kelgan mol-mulkimni, vaqtimni, butun tirishchiligimning hammasini oxirat uchun chiqim qilib olsam, xajlab olsam deydi. Bu vaqtki kafirlarning pushaymini va dunyodagi mol-mulkini oxirat uchun xajlab olmay, Allohning buyruqlariga xiloflik qilgan musulmonlarning pushaymini xuddi bugun kunimizda mol-mulkini vatanda qoldirib qo'yib, chet elga quruq qo'l chiqib qolgan kishilarning pushmuniga o'xshaydi. Bizning oramizda nurg'unlagan kishilar vatandagi mol-mulkimning hammasini mushaga achib qo'ygan bo'lsam, qiynalmay turmush kechiratdim deb mushu pushmonlik qiladi. Dal mushu pushmonning cho'ngini qiyomat kuni qiladi. Ya'ni dunyoda mol-mulkini qoldirib kelganligiga, oxirat uchun xajlab olmaganligiga qattiq pushayman. Ve Allah Teala'dan Rabbirji'un, dunyoga bir qaytirsang deydi. Musulmonlar azroq muhlat bersang deydi. Lekin Allah Teala muhlat beremdi. Kafirlarni keyniga qaytiramdi. Kalla. Allah Teala deydi-ki, hergiz mumkin emas. Sizlar hergiz dunyoga qaytanmaysizlar. İmtihan tugidi deydi.
Allohning keskin javobini anglagandan keyin kofirlar inni tubutul an. Ey Robbim, endi men tövbe qildim. Sen haqiqatken, azob haqiqatken, jannat haqiqatken, oxirat haqiqatken, paloni mush haqida so'zlab atdi. Parvo qilmabdikanman, yolg'on debdikanman, gumon qilibdikanman. O'lgandan keyin endi bildim bu haqiqatken, endi men tövbe qildim deb darhol tövbe qiladi. Allah'a işenmegen zalim kafirlar bütün insaniyet ölgenden keyin musulmon bo'lib Allohga tövbe qilishga boshlaydi. Lekin bu vaqtdagi tövbesi qabul bo'lamdi. Alloh taolo buni bizga oldin eskartib, "Valaysatit tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahaduhumul maut." Davomli yomon ishlarni qilib, o'lim hozir bo'lgan vaqtida "Men tövbe qildim" deguchilar va kafir holda o'lib ketgan kafirlarning tövbesi aslo qabul qilinmaydi. Ularga dardlik azobni tayyorladi. Çünkü can halqımı kelgan vaqtida har bir inson oxiratga ishinadi, farishtalarga ishinadi, Allohga ishinadi, oxiratdagi azobga ishinadi, oxiratdagi jannatga ishinadi. Ammo bu vaqtda imtihonning vaqti to'shqon bo'ladi. Farishtalar kofirning jinni ana shunday dahshatli azob bilan ep bo'lgandan keyin o'zlari bilan birga elib kelgan jindagi uning ruhini yo'gaydi. Ondan keyin ikki farishta uning ruhini osmonga elib chiqish uchun mangadi. Uchirgan farishtalarning hammasi u kofirning ruhidan kelgan sesiq buroqdan bu kim bo'ladi deb so'raydi. Farishtalar bu palane deb uning dunyodagi eng sat ismini tilga oladi. Farishtalarning hammasi uningga la'nat o'qiydi. İki farishta uning ruhini dunyoning osmoniga elib chiqadi. Ammo dunyoning osmoni uningga echilmaydi. Alloh taolo bu holatni Qur'on Karimda bayon qilib, "Innallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha." Bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va uningga cho'ngchilik qilgan, ya'ni bizning oyatlarimizni mensitmagan, Allohning oyatlarini, Allohning hukmlarini, Allohning buyruqlarini, Allohning shariatini, Allohning dinini kamsitgan va uningga cho'ngchilik qilgan kishilar la tufattahu lahum abwabus sama. Ularga osmonning eshiklari echilmaydi deydi. Farishtalar kofirning ruhini birinci dünyanın osmonining qashida saqlaydi. Ondan keyin Alloh taolo "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Uning nomi amal kitobini zaminning eng tagidagi sijjin yozinglar deydi. Sijjin deganni bilamsizlar? "Va ma adraka ma sijjin kitabun marqum." Sijjin degan nima? Uni qandoq bilalaysa, kitabun marqum. O yomon odamlarning, kofirlarning, zolimlarning, fojirlarning yomon qilmishlari yoziladigan daftardir deydi. Allah'ın bu buyruğundan keyin osmonga elib chiqqan ikki farishta bu kofirning ruhini zaminga nayt qattiq tashlaydi. Kofirning ruhi zaminga tushgandan keyin badaniga qaytadi. U kofir dafn qilingan bo'lsa, uning qabrisiga ikki farishta keladi. Agar dafn qilinmay ko'ydirilgan bo'lsa, dengizga tashlangan bo'lsa yoki boshqa bir usulda yo'qotilgan bo'lsa-mu, ikki farishta uni barzaxiy olamda savol-so'roqqa tortishga boshlaydi. "Man robbuk?" Robbing kim? Kofir kishi bilmayman deydi. Farishtalar "Ma dinuk?" Dining nima deydi. U kofir kishi yana bilmayman deydi. İki farishta "Sen Muhammad haqida nima deysan?" deydi. O kofir kishi "Men uni bilmayman" deydi. Mushu vaqtda osmondan, ya'ni Alloh taoladan bir xitob keladi. "En kadaba fa'frishuhu minan nar wa alvisuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar." U yolg'on aytdi. Ya'ni uning yuqorqi savollarning hammasiga bilmayman degan yolg'on. U Alloh haqida anglagan, Qur'on haqida anglagan, Muhammad alayhisalom haqida anglagan, u bilmayman degan yolg'on. Uningga dozoqdan silinch silinglar. Dozoqdan kiyim kiydiringlar. Uningga dozoqdan bir eshik echinglar deydi. O kafir butunlay o'tdan qo'rishiladi. Uningga dozoqdan bir eshik eshiladi. U eshikdan dozoqning nayt qattiq harorati va nayt sesiq puroqlari kirib turadi. Uningga qabrisi nayt taraydi. Hatto tarib uning qo'g'isi birisi-birisiga kirishib ketadi. Ondan keyin uning qishig'a anglamaydigan va ko'maydigan bir farishta qo'lida bir tumur bozg'onni ko'targan holatga kiradi va uni shu tumur bozg'on bilan urishga boshlaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam o perişinin qo'ldagi bozg'onni sifatlab, agar o bozg'on bilan dunyodagi biror taqqa urilgan bo'lsa, u taq tuproq bo'lib ketgan bo'ladi deydi. Ya'ni bozg'onning qattiqligidan u taq hukm talqon bo'lib ketgan bo'ladi deydi. Ana shunday bozg'on bilan heliqi farishta u kofirni urishga boshlaydi. Ta hukm talqon bo'lib ketgan yerda u odam yo'qib ketmasmi deb o'ylab qilishinglar mumkin. Alloh taolo ruxsat qilmasa hech ish bo'lmaydi. Amma ağırıq azabitin kafir şundaq bir to'laydi-ki, onun to'lagan azabını inson va jindan boshqa bütün məxluqatlar anlaydı. Yani hayvanlarmı anlaydı. Bundan başqa kafir kishi qabrisida har kuni atdigan axşamı dozoqning o'tiga to'g'rinib turadi. Allah Taala Qur'on Karimda "En-nar yu'raduna alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Ular atdigan axşamı o'tga to'g'rinib turadi deydi. Mana bu shuningdek kafirning qabrisi toki qiyomat turg'uchilik Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam aytgandek dozoq o'raklaridan bir o'rakka aylanadi. Bu hayot, ya'ni o'lib qiyomat turg'uchi bo'lgan hayot barzax olimi deb ataladi.
Bu barzaq olamidagi azoblar va xushalliqlar yoki qiyin qistoqlar odamning ruhiga bo'lamdi yoki uning badaniga bo'lamdi yoki uning ruh va badaniga birlikda bo'lamdi. Shundaqla odam barzaq hayotida, ya'ni o'lib qabrning ichiga kirib qiyomat turg'uchi bo'lgan orliqda dunyodagi kishilarning ahvolidan xabardor bo'la olamdi. Qabrisiga ziyorat qilib kelgan kishilarni ko'ra olamdi, ularning gap so'zlarini anglay olamdi. Shundaqla barzaq olamida, ya'ni bir odam o'lgandan keyin uningdan ilgari o'lgan kishilar bilan ko'risha olamdi. Masalan, ota-onalar o'lgan bo'lsa, u odam o'lgandan keyin ilgari o'lgan ota-onalar bilan yoki bir tuqqanlar bilan yoki bolalar bilan ko'risha olamdi. Bu haqda kitob qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.